Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa yetib keldik, hozir paromdan tushamiz. Paromdan hozir tushamiz, mashina boshida turibdi. Nimadan? Litvadan, Klaipėdadan Shvetsiyaning Karlshamn portiga suzib keldik. Mashinalar turibdi, biz 7-etajda fura. 7-etajda turibdi, asta boryapmiz. Kalliga minib olsin keyin. Mana shu boshrog'ida turibdi-da mening mashinam. Boramiz hozircha, hali yechmabdi menikini. Shukam. Ko'ramiz. Ya 5 ga qoldirdikmi? Ya ela mening mashinam. Mana hali mashinalar baylangan turibdi kemada. Shvetsiyaga keldik. Shvetsiyada qor yo'q ekan. Mashalloh. Mana mening mashinam hali yechilgan yo'q, asta-asta yechar. Prinsipda yechib olib ketish kerak turibdi. Bu prinsipimning holati. Plombalar ko'rib olamiz. Bir sirama kema 14 soat, 13 soat suzdi. Hamma narsani tekshirib olish kerak-da. Birov urib turtib ketmaganmi? Bir joyini qiyshaytirib ketmaganmi? O'zi bu prinsip qabul qilganda chiziqlari bor. Nimalar turibdi. Balonlar dami bormi? Kemadan tushayotganda bir sirama mashina tekshirib olish kerak, salarkalarini. Ko'ramiz. Salarkamim почти полно salarkam. Balonlar dami joyida. Xo'sh. Yo'llar yaxshi. Hech kim turtmagan, urmagan. Mana kemada turibdi mashina do'stlar. Mana mashinamiz. Mashina turibdi do'stlar. Hozir bir sirani ko'rib olaylik, ochib minamiz. Mana qo'shib qo'yish kerak. Xaladinglikda nima rejimga qo'yganda elektrichesiga hozir ko'ramiz. Bo'ldi, ishlab turibdi. Mana -22 gradusda ishlab turibdi xaladinglik. Balonlar damlari joyida, hammasi joyida. Mashina minamiz endi. Toychog'imizga minayotgani, yo bismillah. Parama poyez rejimidan chiqaramiz birinchi o'rinda. Mashinchamiz suyutini yoqaylik. Suvga qo'yib sizlarga hozir bir boshdan paromdan tushguncha nima qilish kerak ko'rsataman. Hozir sizlarga bir boshdan ko'rsataman do'stlar. Mana shu bo'ladi. Taxografimiz bo'ladi. Mana parama poyez rejimida turibdi. Bitta pastga bosamiz. 17 soat 18 minutda ketibmiz. Kecha soat 5 larda chiqqan bo'lsa, kema 14 soat suzgan, 1 soat, yarim soat bo'ldi to'xtaganiga. Olib 17 soat bo'lgan seminarni yo'gamizga. 17 soat bo'lgan seminarni yo'gamizga. 17 soat bo'lgan mana do'stlar seminarni yo'gamizga. Ochamiz seminarni. Birinchi parama poyezni konus qilamiz. Parom rejimini konus qilib keyin ochamiz. Birinchi paromni tugatamiz. Okey. Hozir inglizchada turibdi. Hozir o'qib olsin, men sizlarga ingliz tilida bo'lsa ham tushuntiraman. Ingliz tilida turibdi hozircha. Print out kerak emas, bitta pastga tushamiz. Vexlisi ham kerak emas, driver kerak emas, sekund ham kerak emas. Enter vehicle degan degani
ya'ni transport vositasi, avtomobil, okey. Out kerak emas, mana outda turibdi. Bitta pastga tushamiz. Bitta pastga tushsak mana endi degani tugatish degani. Paromni tugatamiz, okey. Mana entry stored, ya'ni saqlanib qilindi deyapti. Bir marta leave main menu, bosh menuga chiqish o'zbekchasi. Leave main menu, bosh menuga chiqish. Yes. Parom yechildi do'stlar. Endi SY ga ochib qo'yamiz seminani. Seminani hozir orqaga qarab, hamma zavod qilibdi. Seminani olib ochmay tursam ham bo'ladi. Semina mana shunday parom tugadi. Pus seminani ham ochib qo'yaman baribir. Mana okey. Print out degani kopiya chiqarish mana yerdan yurganligi haqida. Vehicle print out mashinada avtomobilga entry driver 1. Ya'ni mamlakatda boshlaymiz hozir birinchi shopirga. Okey. Base in country degani mamlakatda boshlash degani. Okey. Mana C da turibdi. Bizlar C ga qilmaymiz, bizlar C Y ga qilishimiz kerak. Hozir ko'ramiz. Ya C'ni o'zim ekan, Sweden. C'ni o'zi bo'lishi ham mumkin. C ekan, hozir C Y chiqmasa shu bo'ladi, ko'raveramiz. C ga bo'ldi. Shu ekan C ga Slovakiya, Sloveniya, Serbiya bo'ldi. Sweden bo'ladi mana. C'ni o'ziga ochamiz. Seminarni mana. Xiraroq ekanda C'ni o'ziga. Okey. Mana ochdik. Enter 2 marta chiqamiz. 1 2 mana. Yes. Glowni menuga chiqish mana. Okey. Ko'rdingizlarmi? Endi molotokka qo'yib qo'yamiz va mashina zavod qilamiz. Keyin hali mana oldimdagi mashinalar ketgandan keyin bismillahirrohmanirrohim. Mashina zavod qilib qo'ydim. Mashina zavod qilib qo'ydim. Mashina zavod qilib qo'ydim. Xudo xolasa ana ishlab turibdi. Shvetsiyaga yetib keldik do'stlar. Endi Shvetsiyaga Eurovinitga ham sotib olindi mana. Mana Eurovinitga ham keldi hozircha. Hozir Flitantdan ko'rsataman sizlarga. Zadaniya bo'ladi, сообщение bir boshida. Eurovinitga, ya'ni yo'lga sotib olinyapti, yo'l to'lovi. DK Daniya, Niderlandiya, NL Niderlandiya, Luxemburg, SY Sweden. Uspешно забронировано действует. 12.04 mana 12.4.2025. Bugundan 00 dan действует. Yarim kechasi bo'yi ertalab 00 dan 12.5.2000 ertaga 23.59 gacha 2 kunga yo'l to'lov sotib oldim. Nomeri bronирование. Mana shunday. Keyin bunga kiramiz, zadachiga kiramiz. Razgruska Shvetsiyada mana. Stokgolm shahriga yetmasdi, tushiramiz yukdan. Nachat qilamiz buni. Nachat. Navigatsiyani bosamiz. Hali necha kilometrligi ko'rinadi. Hali kemadan mashinalar endi asta-asta tushyapti. Oldimdagilar, arqamdagilar turibdi emas. Hali arqamdagi hali asta-asta tushyapti emas. Короче, men borayotgan yo'limiz do'stlar. Stokgolm mashinasidan Stokgolmni chap tarafiga borib tushiraman. Karlsham porti. Karlsham porti mashinasiga kecha mana yerdan Klaypedadan suzganmiz mana. Mana yerdan suzganmiz kecha mana Klaypeda. Litvani Klaypedadan suzganmiz. Mashinasigacha 14 soatda suzib keldik mana. Mashinasidan Klaypedadan mashinasidan mana shu turgan joyim. Mana shu yergacha 14 soat, 15 soatda suzib keldik. Borayotgan joyimiz mana Stokgolmni chap tarafiga borib yuk tushiramiz mana shu yerga, xudo xolasa. Shunday gaplar do'stlar. Hozir paromdan tushib ketishni ham ko'rsataman sizlarga. Mana shu yerga borib tushiramiz. Nachat poyezdkini bossa yo'lni ko'rsatdi. Paka buni pastga qo'yib turamiz. Bu kerak emas hozircha, kemadan tushguncha kerak. Kanejniy ekran qilib qo'ysak, yonbosh qilib qo'ysak ham ko'rinaveradi spokойно. Yo'lni ko'rib ketaveramiz. Endi xudo xolasa hozir shu yerda videoni to'xtatib turaman. Paromdan tushguncha yana videoni qo'shamiz. Sog' bo'linglar. Aka-ukalar, gruppadoshlar hozircha arqamda prinsipni oldi. Inshaalloh chiqamiz paromdan nasib bo'lsa. Arqada уже arqa postoy. Hozircha chiqamiz.
Hozir o'zini bitta daf qoldi, shu daf ketsa chiqamiz nasib bo'lsa. Gruppadoshlar, bismillahirrohmanirrohim. Kemadan chiqishni boshlayapmiz, xudo xolasa. Ketdik bo'lmasa. Kemadan chiqib ketyapmiz do'stlar. Ko'rib turasizlar. Oynani tozalab olmasam, apshira so'p ketibdi oyna. Kemadan chiqish jarayoni arqa postoy, tufuralar to'laydi. 7-etajdamiz. Endi oldiga haydaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tavakkaltu alalloh. Illa billahi alil azim. Ketdik bo'lmasa og'aylar, Shvetsiyaga ham yetib keldik. Alhamdulillah robbil alamin. Tushib ketyapmiz kemadan nasib bo'lsa. Ketdik deyapmiz. Ketdik og'aylar, kemadan ham chiqib ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat aka. Bismillah. Voy out debdi. Ketdi shexda. Seminalar ochganman men, prame chiqib ketaveraman inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Kim ekan bu? Gapdek emasmi? Shunday gaplar. Tavakkaltu alalloh, la havla va la quvvata illa billah. Ana bu yo'lga chiqib ketamiz. Kemadan tushishni ham ko'rdingizlar. Exit debdi. 370. Exit. Hozir ko'rsatadi bu ham. Shunday gaplar og'aylar mana. Shvetsiyaga yetib keldik. Alhamdulillah, hozircha qor yo'q. Endi Stokgolm tarafga boramiz inshaalloh. Bu yoqda ham qor bo'lmasligi kerak, nasib bo'lsa inshaalloh. Boryapman. Exit. Exit degan chiqish degan inglizchasiga. Bilmaganlar uchun. Shunday gaplar do'stlar. Oyoqqa qo'yib qo'ydik isitishdi ham. Ketyapmiz. Shaharchadan yo'lga chiqib olaylik, videoni ham tugatamiz. Paromdan tushish mana shunday bo'ladi. Bilmasangiz bilib qo'yinglar, stopga bir to'xtab olamiz, stopga. Keyin ketamiz. O'ngga ham, chapga ham mashina. Через 900 метров поверните направо. Skanni ham mashinamiz ham alhamdulillah. Yo'llarga to'lov qilingan ertagacha 2 kunga do'stlar. Sog' bo'lasizlar, kemadan ko'payib ketmasin. Hamma Allohga omonat. Assalomu alaykum.